Hammaga salom, Akademik Dadayev kanaliga xush kelibsizlar. Bizda navbatdagi video, orada uzilishlar bo'ldi. Uzr so'raymiz agar kimdir kutgan bo'lsa. Deshti yo'qotish kerak. Xullas, kanalimizda podpisklar soni 100 tadan o'tdi. Hammaga rahmat. Shu menga motivatsiya bo'ldi. Yana video olishni boshladim. Bugungi reaksiya videomiz Doksim yana uchrashdik trekiga bo'ladi. Ko'p kutilmagan holda sizlarni boshlayman. 5.2 million prosmotr 4 yil oldin joylangan. Bu yoqda silkalar, videodan oldin like bosamiz, podpiska bosamiz va video oxirida komment yozamiz. Yana uchrashdik, xullas bolalar, romanchani tayyorlaringlar. Boshladik. Doksim Solani o'zi qo'shiqda vibe'ini belgilab beryapti. Qanaqa vibe'da bo'lishini, ya'ni duduk instrument ba'da duduk juda ko'p joyda ishlatiladi. Ko'ngilga tegmaydi, endi ko'payib ketsa ko'ngilga tegadi, lekin hissiyotlarni uyg'otadigan instrument hisoblanadi. Qani qo'shiqda so'zlari ham shunaqa, chunki juda ko'p bor eshitganman bu qo'shiqni. o'zgarmagansa hamon boqishlaring jilvasi, maftunkor nigohingga boqib sira to'yolmayapman. Tuyg'ularni uyg'otadi yuragim silsilasi, kim bilan gaplashyapsan deb savol berolmayapman. Bu qo'shiq tarix haqida Doksim efirda aytib bergan, ya'ni yozilish tarixi. Boshqa trekni yozgani Angrenga ketayotganda, taksi kutib turganda o'sha eski gaplashgan qizi bilan ko'rishib qolgan. Borgan, yozilishi kerak bo'lgan qo'shiq yozilmay qolib ketgan. 3 kun, 4 kun ichida shu qo'shiq tayyor bo'lib chiqqan ekan. Shuni aytib bergan. Xo'p, birinchi kirishga keladigan bo'lsak, uchrashganda, ko'zi tushganda, uligini tanigandan keyingi birinchi qalbdan o'tadigan so'zlar. Ya'ni u o'zgarganmi o'sha paytga nisbatan yoki o'zgarmaganmi? Baxtlimi yoki boshqami? deb o'ylash bo'ladi. Ya'ni shunaqa o'ylagan ijodkor va hammada ham shunaqa bo'ladi. Kim bilan gaplashyapsan deb savol bera olmayapman. Voy, bo'ldi, voz kechdim, kerak emas, unutdim deganda ham rostdan sevgan bo'lsa shu savol o'tadi. Ishingdan gapirasan, menga berasan savol. Aytasan qachon endi uylanasiz boraman deb, men esa bildirmayman. Savoling kelsa-da malol, shu sanoqli daqiqada yo'q, yurakni bitirding. Xuddi xayolingizdan o'sha kim bilan gaplashyapsan deb savol bera olmayapman. Shu fikr o'tayotganini bilgandek, to'y qachon endi boraman deb qo'yadi. Doksim. Voy, nima bo'ldi? Ovoz qilib qo'yibman. Adam ovoz qilgan. Daftarga havas qilib yasha, daftaring bilan quyoshni berkitasan soya qilib. Shu qo'lingdagi daftarga havas qilib yashayapman. Shu daftar yuzingni turar oftobdan himoya qilib, men esa oddiy qog'oz bo'lib yuzingni silolmayapman. Yurak yutib so'rayman, kim bilan gaplashyapsan? Mayli olda yolg'on gapir, hech kim yo'q degin faqat. Topilib qolar deb sekin hazillar alash kulyapsan. Falonchi bilan deb qalbni sindirmading, xayriyat. Hamma narsa tugab bo'lganda o'sha aytganimdek nuqta qo'yilgan. Mayli alda yolg'on gapir, hech kim yo'q degan faqat deyapti. Qanaqa hissiyot bu? Suratingga termulib o'tdi qara necha yil, senchi qarshimda turib quni qaraysan yana. Suratingga ko'z tikib yana o'tar necha yil, to'yimga kelasiz deb yurakni qilding yara. Suratingga termulib o'tdi qara necha yil, senchi qarshimda turib
Kunu qaraysan yana suratingga ko'z tikib yana o'tar necha yil to'yimga kelasiz deb yurakni qilding yara. Ha, azizlar. Baribir bitta bo'ladi. Qolib ketadigan. Shuni qolib ketgan ekanda biratda. Bu videoning prosmotri qancha bo'lgan dedim. 5.216 mingta like. Bundan tashqari bu qo'shiq menimcha o'sha boshqa platformalarda, boshqa YouTube kanallarida ham tarqagan. Only shu nimada bo'lganda, kanalda bo'lganda, only this channel deydi. Bundan ham ko'p prosmotr bo'lardi, chunki juda ham yoqimli qo'shiq bo'lgan. Naqoratga keladigan bo'lsak, shu to'yimga kelasiz debdi qiz oxirida. O'tib ketdi qara oradan yillar hamma qizlar ko'p lekin ular hech o'rningni bosolmayapti. Yashayapman o'zi qara xotiralarga qamalib, sendan boshqa qizchaniga qara she'r yozolmayapman. Kechir meni, sevgimga qalban sodiqman, ular bag'rimdagi o'rningni egalladilar xolos. Hali hamma seringman, sochlaringga men bog'liqman, seni hali ham sevaman. Kechir meni iltimos. Bilaman sen qaytmaysan, qaytishingni so'ramayman, lekin g'ururni tepkilab qo'llaring tutkim kelyapti. O'zimni baxtli ko'rsatib sog'indim deb nolimayman, lekin oldingidek ko'changda kutkim kelyapti. Ijodim haqda so'raysan, yozasizmi hali ham rap? Men esa aytadigan gaplarim tugadi deyman, sen esa hasir qilasan, mavzu qolmadimi deb. Men esa hasin jilmayib shunchaki indamayman. Eng qizig'i tushunarli bo'lyapti so'zlari, so'zma-so'z tahlil qilishim shart emas, o'zimning fikrim. Shuncha fikr, shuncha xayol, o'y o'tganda, u ungacha ham eslanmagan, undan keyin ham eslanmas. Mana shu fikrlar o'tganda, keyin o'ziga kelib, borimda o'ylab, o'sha paytda o'sha g'ururni tepkilab, nima qilmoqchiman, yana senga qaytgim kelyapti deb o'sha paytda shunaqa bo'lganiga o'zini so'kib o'tiraveradi odam. Jinnimisan deydi. Ko'rgan paytda bir qo'zg'ab qoladi. Suratingga termulib o'tdi qara necha yil, senchi qarshimda turib quni qaraysan yana suratingga ko'z tikib yana o'tar necha yil to'yimga kelasiz deb yurakni qilding yara. Suratingga termulib o'tdi qara necha yil, senchi qarshimda turib quni qaraysan yana suratingga ko'z tikib yana o'tar necha yil to'yimga kelasiz deb yurakni qilding yara. Xullas, qo'shiq umuman olganda zo'r. Ya'ni Doksimda vokal ishlatish, vokaldagi imkoniyatlardan to'liq foydalanish, maromida foydalanish bor. Undan tashqari so'zlar, qofiya, ma'no, musiqa hammasi o'z joyida, o'z o'rnida. Qo'shiq juda ham zo'r chiqqan. Nima deydi? Insonga kerak emosiyani beradi. Hozir Instagramda novelar qachon oxiriga marta 2 kun oldin haligacha eshitiladida qo'shiq. Doksim ajoyib. Biz ham qoldiramiz kommentariya. Unutilmas hissiyotlar uchun rahmat. Telegramda bo'ylab. Xo'p, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda qaysi treklarga reaksiya qilishimiz haqida kommentariyada yozib qoldiring. Like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Bu kanalimiz rivoji uchun hissa qo'shgan hissangiz bo'ladi. Men uchun motivatsiya bo'ladi. Ya'ni prosmotrlar oshishi,
podpiskalar ko'payishi men uchun motivatsiya bo'ladi va yangi videolarni tez chiqarishimga sabab bo'ladi. Sog' bo'linglar. Akademik Dadayev kanalida bo'ldilar. Sizlar bilan Akademik Dadayev. Sog' bo'linglar.